Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Muloqotimizni boshlaymiz. Respublikamizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning kasbiy bo'lishi bandligini ta'minlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Jumladan Prezidentimizning Oliy Majlis va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida ham ushbu masala alohida ko'rib chiqilib, bir qator vazifalar belgilandi. Ya'ni kasblarni rivojlantirish va yangi mehnat bozori arxitekturasini yaratish dasturning 4-ustuvor yo'nalish sifatida tizimni tubdan takomillashtirish masalasi ko'rib chiqildi. Biz bugungi muloqotimizda ham shu xususda so'z yuritamiz. Bugun studiyamizga Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Kasbiy ta'lim agentligi boshqarma boshlig'i Farruh Azimovni taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Yuqorida aytib o'tilgandek, umuman o'sha yoshlarni kasbiy bo'lishi, ularni bandligini ta'minlash bugungi kunda eng dolzarb vazifaga aylangan. Mana o'zingiz ham o'sha murojaatnomada tanishdingiz va bevosita o'zingiz ham o'sha murojaatnomani eshitdinglar. Bu yerda 4-yo'nalish sifatida belgilab o'tildi bir qator vazifalar. Demak, so'zimizni shundan boshlaymiz. Ya'ni O'zbekistonda dual ta'limni rivojlantirish bo'yicha asosiy chora-tadbirlar va 2025-yilda aynan shu yo'nalishda amalga oshirilgan ishlar. Marhamat. Avvalambor to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Umuman kasbga ega bo'lish bu nafaqat bugungi kunning ustuvor vazifasi bo'lgan, balkim bu azaldan qaysi demak asrni bir ma'lum bir jarayoniga qaramasangiz, kasb har doim ustuvor bo'lgan. O'shanda deylik o'sha texnologik evolyutsiya davrida ham yoki revolyutsiya davri birdan texnologiyada o'zgarishlar bo'lgan davrda ham kasblar o'z ustuvorligini hech qachon yo'qotmagan va insoniyat o'sha jamiyat o'zini kunlik turmush darajasini ta'minlab turish uchun albatta bir muayyan bir kasbga ega bo'lishi ustuvor hisoblangan, chunki uni daromad manbai aynan shundan bo'lgan. Hozirgi kunda ham davlatimiz rahbari tomonidan bu sohaga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Bu hozir ta'kidlab o'tilgandek, o'sha murojaatnomada ham xalqimizga bo'lgan murojaatnomada ustuvor vazifalarni, aynan kasbiy ta'limni, kasb sohasini kiritishlari bejiz emas. Bundan birozgina avval, ya'ni 2025-yilning 23-oktyabr kuni aynan davlatimizni davlat rahbarini farmon va qarorlari bilan demak farmonlari qabul qilindi va uni amalga oshirish bo'yicha prezident qarori chiqarildi, ya'ni kasbiy ta'limni tubdan isloh qilishga alohida e'tibor qaratildi. Albatta dual ta'lim ham buning ma'lum yana bir yo'nalishi hisoblanadi. Umuman bugungi kunda yoshlarni kelajagini aniqlash, ertangi kunda nima bilan mashg'ul bo'lishi, kasb egasi bo'lishi va undan-da avval yoshni qaysi kasbga bo'lgan iqtidori mavjud ekanligini aniqlash, uni erta yoshdan diagnostika qilish, uni to'g'ri yo'naltirish, keyin deylik o'sha nafaqat mahalliy mehnat bozori, balkim bugun jahon mehnat bozori haqida so'z yuritish o'rinli hisoblanadi, chunki aynan kasb sohasiga umuman ishlab chiqarishga sun'iy intellektni kirib kelishi, ya'ni ishlab chiqarishdagi o'zgarishlarni naqadar tez bo'layotganligi kasbiy ta'limda ham o'zgarishlarni aynan tezkorlik bilan amalga oshirishi va ma'lum bir muayyan kasbda faoliyat yuritayotgan xodimni biz kasbga qayta tayyorlov deymiz. O'sha kasbiy ko'nikmalarini zamon talabiga moslashtirish bu har qachongidan-da bugun ustuvor bo'ldi va davlatimiz rahbari albatta o'z nutqlarida ham buni bir necha bor ta'kidladilar. Bizni oldimizga ustuvor vazifalarni belgilab berdilar. Ya'ni yoshlarni o'sha kasb egasi bo'lganda ham malakali mutaxassis bo'lib yetishishiga katta yordam beradi. Endi shuni ham alohida aytib o'tish kerakki, prezident tomonidan vazifa sifatida qo'yildi, aytib o'tildi. 2027-yilda o'sha bir qator hududlarda ilg'or kasbiy mahorat texnikumi, kasblar shaharchasi faoliyatini yo'lga qo'yish. Bu umuman qanday bir shaharcha bo'ladi? Kasblar shaharchasi degan amaliyot nazarimda avvallari bo'lmagan. Keng qamrovda bo'lmagan. Albatta kasblar shaharchasi bu yangi loyiha sifatida Kasbiy ta'lim agentligi tomonidan ilgari surilmoqda. Bu bo'yicha mutaxassislarimiz o'sha xorijiy tajribalarni o'rganishda, umuman O'zbekistonda avvalgi tajribalarni tahlil qilindi va demak bilasizmi, har qanday tajribani bir mamlakatni yoki bir nechta mamlakatlarning tajribasini muayyan bir davlatga olib kirishda albatta o'sha davlatni etnik kelib chiqishi, o'sha milliy qadriyatlari, mentaliteti barcha demak o'sha asosiy qatlamlar inobatga olinadi. Kasblar shaharchasiga to'xtaladigan bo'lsak, boya fikrimda aytdim, bizga bugungi kunda biz 5 yoshdan 14 yoshgacha turli bosqichlarda yoshlarni kasblar olamiga olib kirish bilan shug'ullanamiz. Va kasblar shaharchasi bu bog'chalarda, maktablarimizda tashkil etiladi. U yerda
kirgan yoshlarimiz o'zlari qiziqqan, o'zlari bilgan va o'zlari hali bilmagan, lekin o'shanga balki qiziqishi tug'ilishi mumkin bo'lgan yoki o'shanga uni tabiatan moyilligi bo'lgan kasblar bilan tanishadi. Kichik albatta inson hayotiga, o'quvchilar hayotiga xavf solmaydigan, o'sha texnik xavfsizlik qoidalariga rioya qiladigan kichkina amaliyot jarayonlarini albatta o'zlari qilib ko'radilar va bu borada o'zlarining iqtidorlarini kashf etadilar. Aynan bu bog'cha va maktablarda tashkil etiladi. Kasblar shaharchalari, bilasizmi, yana bizda o'sha kasb olamiga sayohat qildiruvchi avtobuslar loyihasini joriy etyapmiz. Bu chekka hududlardagi demak yoshlarimizni imkoniyatlarini kengaytirish, umuman ota-onalarni kasb olamiga olib kirish, farzandlarimizni o'sha iqtidorini aniqlash bo'yicha ushbu avtobuslarimiz kasblar shaharchasining kichkina prototipi desak adashmagan bo'lamiz. Chekka hududlarga borib, mahallalarda kerak bo'ladigan bo'lsa, yoshlarning iqtidorini kashf etishda o'zini hissasini qo'shadi. Bunda ham bir nechta kasblar bo'yicha amaliyot, demak o'sha taqdimotlar, video roliklar, animatsion holatlar, simulятsion markazlar va kichkina o'sha amaliy jarayonlarni o'zlari qo'llari bilan qilib ko'rib, o'zini shu sohaga deylik bir ma'lum bir sohani tanlab qo'ygan bo'lsa, shunga moyilligi bor yoki yo'qligini, iqtidorini aniqlaydi yoki yangi kasb bo'yicha bir amaliy mashg'ulotni qilib ko'rib, yangi kasbga qiziqishi demak tug'ilishiga ham bu sababchi bo'ladi. Va ilg'or texnikumlarga to'xtaladigan bo'lsak, bu respublikamiz bo'yicha har bitta hududda bittadan texnikum tashkil etilishi birinchi navbatda nazarda tutilgan. Bu mutlaq zamonaviy texnikumlar bo'ladi. U yerda bilasizmi, ta'lim jarayoni, ishlab chiqarish, ya'ni biznes sohasini har doim ham quvib yetolmaydi va nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda bu tendensiya xuddi shunday. Ya'ni kim har kuni biz ta'lim muassasasini demak o'sha nimalarni yangilay olmaymiz, moddiy texnik bazasini. Albatta. U imkoniyatga qarab baholanadi va 14 ta hududda zamonaviy jihozlangan butunlay moddiy texnik bazasi, umuman o'sha o'quv-xonalarigacha aqlli o'quv-xonalardan tashkil topgan ilg'or texnikumlar faoliyati yo'lga qo'yiladiki, u yerda o'quvchilarni kasbga tayyorlash bilan bir qatorda ishlab chiqarish ta'lim ustalarining malakalari oshiriladi va boshqa texnikumlarni o'quvchilari aynan mana shu texnikumlarda amaliyotlarni amalga oshirish uchun tashrif buyuradilar va ular uchun o'sha o'quvchilar turar joyi bilan ta'minlash, umuman o'quvchilarni o'sha ovqat bilan ta'minlash, bugun aynan mana shu yo'nalishda biz normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqyapmiz va tez orada jamoatchilikka bu e'lon qilinadi. Demak, bu borada nima deydi, eng muhim jarayonlar ketyapti. Endi shu o'rinda bir narsaga e'tibor qaratmoqchi edim. Masalan, avvallari kasblar deganda qizlar orasida ko'proq hamshiralik. Endi oliy ta'limda o'sha o'qimasdan faqat o'sha o'rta ta'lim o'zidagina kasb egallab o'sha keyinchalik ish faoliyatini davom ettirmoqchi bo'lgan yoshlarga nisbatan aytayapman. Faqat hamshiralikka juda ham ko'p qizlar qiziqqan. Undan tashqari ayrim o'sha ota-onalar pedagogika sohasi, ya'ni qiz farzandlarini pedagog bo'lishini istashgan va uchinchisi doimiy ravishda ehtiyoj bo'lgan tikuvchilik sohasi. Umuman bu uchta soha ham doimiy ehtiyoj, talab ko'p bo'lgan soha desak bo'ladi, lekin bir muammoli tomoni ham bo'lganki, masalan, bularni o'sha hisobsiz tayyorlash, bu natija bermasligi. Deylik, o'sha hamshiralarni ham taklifdan, o'sha bozor talablariga qaramasdan tayyorlash, kelgusida yoshlarni bandligini ta'minlashda muammolarni keltirib chiqarishi yoki o'sha pedagogikaning ilk bosqichi uchun kerak bo'ladigan yoshlarni tayyorlashda ham va nihoyat o'sha uchinchisi o'sha kasbiy ta'lim bo'yicha o'sha tikuvchilik masalasida ham. Endi hozir mana o'zingiz ham aytib o'tdingiz, zamon o'zgarib boryapti. O'sha talabga qarab biz o'sha o'zimizni takliflarimizni beramiz. Umuman o'sha bozor talabiga qarab endi kasblarga o'qitish, ularni tayyorlash mutaxassislarning masalasi qo'yilyapti deb. Demak, endi sharoitlar o'sha bevosita ular ta'lim oladigan texnikumlarni o'zida yaratiladi. Avvalo ular ishlab chiqarishga, amaliyotga borgungacha bo'lgan jarayonda o'sha texnikumlarda mana shunday sharoitlar yo'lga qo'yiladi. Bu juda ham bir katta natija bo'lishi mumkin. Albatta to'g'ri ta'kidlayapsiz. Bir narsa
bir fikr shakllanib qolishidan yiroqman. Men shuni aytmoqchiman alohida. Bu faqatgina 14 ta ilg'or texnikumlarida deylik o'sha zamonaviy moddiy texnik bazasi mavjud bo'lib, qolgan texnikumlar nazardan chetda qoladi degan tushunchadan yiroq bo'lishimizni xohlardim. Albatta. Chunki konsepsiya dastur qabul qilingan har bir texnikumimiz moddiy texnik bazasi mustahkamlanadi va zamon talabiga muvofiq o'sha ta'mirlanadi va rivojlantiriladi. Faqatgina bu ilg'or texnikumlarda biz o'sha ishlab chiqarish ta'limi ustalarini malaka oshirishlarini tashkil etamiz yoki boshqa yo'nalishdagi hududlardagi o'quvchilarni amaliyotlarini tashkil etishimiz mumkin. Shunisi bilan qolgan texnikumlardan farq qiladi. Lekin kadrlar tayyorlashda ta'lim sifatiga alohida ya'ni muhim e'tibor barcha texnikumlarda qaratiladi. Keyin hozir 3 ta 4 ta sohada kasblarni sanab o'tdingiz, bilasizmi? Biz kasbga tayyorlayotganda shu sohani vakolatli organlarini demak ehtiyojlaridan kelib chiqib tayyorlaymiz. Masalan, Sog'liqni saqlash vazirligi bo'ladigan bo'lsa yoki o'sha pedagogika bog'chalar bo'lsa, maktab ta'lim vazirligi, umuman mana shu sohaning vakolatli organlari bizga qancha kadr tayyorlash kerak, qaysi hududda, qaysi yo'nalishdagi kadrlarimiz va ular qachon bitirish kerak, necha yildan keyin shunga ehtiyoj bo'ladi va albatta ularning prognozi orqali bizga berilgandan keyin biz ya'ni maqsadli kadr tayyorlaymiz va buni bandligi ayrim bir kasblarimiz yoshlarimizni o'zi band qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Masalan, siz sanagan o'sha hamshiralik ham bugungi kunda tibbiyot sohasida davlat rahbarimiz tomonidan katta e'tibor qaratilib imkoniyatlar kengaytirildi yoki o'sha xususiy bog'chalarni yoki uy bog'chalarini kengaytirish, chunki aholini barcha qatlamdagi o'sha bolajonlarimizni bog'chalarda tarbiyalanish uchun subsidiyalar, imtiyozli grantlar va umuman tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlar kengaytirilganligi evaziga yangi ish o'rinlari va yangi mutaxassislarga ehtiyoj ortib boradi. Demakki, biz mehnat bozorini mana shu bo'shliqlarni to'ldirish uchun ham shu sohada kadrlarni tayyorlaymiz. Umuman olganda o'sha yoshlarni masalan ularni ham qiziqishiga qarab, yuqorida iqtidori deb aytdingiz. Ba'zan yoshlar o'sha iqtidori bilan qiziqishni o'rtasida farq bo'ladi. Ya'ni o'zidagi iqtidorni o'zi tan olmasdan turib, ya'ni ko'proq daromad keltiradigan sohalarga qiziqish. Hozir ayniqsa bunday yuqori bo'lyapti deylik. IT texnologiyalari. Hozir juda ko'p yoshlar aynan o'sha IT sohasiga qiziqib boryapti. Undan bir 5-10 yillar avvalgi holatga qaraydigan bo'lsak, ko'rsatkichlar past bo'lgan. Faqat o'g'il bolalargina mana shu sohaga qiziqqan bo'lsa, bu sohaga endi birdaniga shiddat bilan qizlar kirib kela boshladi. Buni o'sha IT park tugatgan, ya'ni o'sha IT park huzuridagi universitetni bitirgan birinchi bakalavrlarni misolida ko'rdik. Juda ham ko'p qizlar, juda ham iqtidorli. Umuman ularni o'sha xalqaro darajadagi mutaxassislar ham yetishib chiqqanligi aytib o'tildi o'shanda. Demak, bu borada ham hozir albatta ko'rib chiqish talab etiladi. Aynan mana shu takliflarni ham o'sha ularni iqtidori, ularni o'sha qiziqishlari, yana ham o'sha kengroq o'rganish, mana maktablarda psixologlar bor, ular tomonidan ham albatta o'ylaymizki, yoshlar bilan birma-bir ish olib borilyapti. Vaqtimiz yakunlanib boryapti qisqacha. Albatta juda qiziqarli savol. Bilasizmi, bu sohada hali suhbatni davom ettirsak ancha soatlarga yetadigan ishlarimiz bor. Qisqa qilib aytaman savolingizga. Agarda iqtidorini noto'g'ri baholab, qiziqish orqasidan boshqa kasbga ketib qolgan yoshlarimiz, fuqarolarimiz bo'lsa, bizda hayot davomida ta'lim olish prinsipi asosida faoliyat yuritamiz. Istalgan yoshda texnikumga qaytib kelish va boshqa soha bo'yicha kasb egallab, yana o'zini sinab ko'rish imkoniyati mavjud. Demakki, o'zingizni sinab ko'rishdan qo'rqmang. Demak, bu juda ham yaxshi imkoniyat. Sizga rahmat ma'lumotlar uchun. Muhtaram tinglovchilar, eslatib o'taman, bugungi muloqotimizda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Kasbiy ta'lim agentligi boshqarma boshlig'i Farruh Azimov ishtirok etdilar. Sizlar bilan yana efir orqali uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.